Endi yana bitta savolim bor. Omma oldiga chiqqanda mana shunday syomkalarda hayajonni yengish uchun qanday uslubdan foydalanasiz? Zo'r savol. Buni ustidan rosa ishlaganman. Boshida esimda bor. Birinchi o'zimni auditoriyaga chiqqanimda hattoki insonlarning ko'ziga qarashga uyalganman. Ya'ni ko'ziga qaramasdan nutq qilganman. 1-2 soat dars o'tganman. Juda og'ir. Agar uslubga keladigan bo'lsak, odam xavotir olayotganida hayajonni to'xtatish uchun meni uslubim, men o'zimga undan battar hayajonlandim. Hayajonlanyapsam undan battar battarroq hayajonlandim. Insonda shunaqa tuyg'u borki, siz o'zi hayajondasiz, lekin u hayajonni bosish uchun o'zingizga buyruq bersiz, undan ham battar hayajonlanganda buyruq bersiz, u sekin o'z sukunatga tushadi. To'xta deydi, men hayajonlashim kerak deydi, tushadi. O'shaning uchun men mana shu uslubdan foydalanaman. Va ikkinchi uslubim chiqishdan oldin men aytaman, men hozir buzib yuboraman. Sen buzib yuborasan, hozir chiqasan buzib yuborasan. Bilgan sen chempionsan, sen hozir chiqasan, shunaqa gapirasanki, hech kim gapirmagan gaplarni gapirasan deb o'zimga har sekund shuni sindiraman. Demak, inson o'ziga o'zi motivator bo'lishi kerak ekan, eng avvalo. Boshqa iloji yo'q. Men shu shug'ullanaman. Shu qilgan ishim.